Hop, bugun 15-variant savollarni ishladik. Demak, mana shu savollarni hozir tahlil qilib, 12 talik savolni, ya'ni 1 dan 12 savollargacha bo'lganlarni tahlil qilib chiqamiz. Demak, birinchi savol. Xo'p, imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar qatorini aniqlang. Demak, bu yerda tamaki furush, uddaburon, vajohat. Bu so'zlar hammasi to'g'ri yozilgan. B javobda xaloskor emas, xaloskor bo'ladi va yalangoyoq so'zi ham xato yozilgan. C javobda o'lchamoq, g'o'r, sho'r so'zlar to'g'ri yozilgan, mana shamg'alat so'zi xato yozilgan. Xo'p, bu yerda mana bu chakchak so'zi chiziqcha bilan yoziladi. Demak, bu takror so'z bo'lgani uchun takror va juft so'zlar doim chiziqcha bilan yoziladi. Men xatosini aytib o'tib ketyapman. Demak, birinchi savol uchun to'g'ri javob A javob bo'ladi. Xo'sh, demak, davom etamiz. Ikkinchi savol ham imlodan tushadi dedik. Ya'ni bu yerda hozir imloning ajratib yozilish qoidasidan tushgan. Demak, qaysi javobda barcha so'zlar ajratib yoziladi deyilgan. Beshoqlama ajratib yoziladi, duoyijon ajratib yoziladi, ahliddin ajratib yoziladi. Duoyijon nima uchun ajratib yozilishini bilamiz. Bu yerda izofali birikma bor. Bu yerda soatma-soat ajratib yoziladi, chunki chiziqcha bilan yoziladi. Chunki bu yerda ma bor. Bizda ajratib yozilishi kerak. Ma yoki ba o'rtada bog'lovchilari bo'lsa, bu yerda chiziqcha bilan yoziladi degandik. Demak, o'z-o'zidan B javob xato. Xo'p, bu yerda vasvas bu yerda chiziqcha bilan yoziladi. Xayr, ma'zur chiziqcha bilan yoziladi. C javob xato. Xo'p, ichidan bu yerda chiziqcha bilan yoziladi. Demak, bunda ham to'g'ri javob A javob bo'ladi. Xo'p, uchinchi savol. Bu yerda uchinchi savol. Demak, leksikologiyadan quyidagi so'z haqida mutanosib javobni aniqlang. Demak, bu yerda o'sha asr so'zini berib qo'yibdi. Demak, asr bu yerda. Xo'p, ot ma'nosi, ya'ni bir asr ma'nosi, ya'ni yil ma'nosida kelgan, ya'ni 100 yil. 100 yil ma'nosida kelgan. Demak, asr so'zi. Xo'p, javoblari. Bu yerda 1 2 bu yerda 1 2 2 4 1 3 4 tur javoblari berilgan. Bu yerda o'zi asr so'zi bilan paronim bo'la oladi. Bir borni olib qolamiz. Bu yerda B javob chiqib ketyapti va D javob chiqib ketyapti. Ana endi 4 ga qaraydigan bo'lsak, asr so'zini sinonimi lahza, on emas va ko'chma ma'noda bandi ham emas. Mana bu asr bo'lganda edi. Mana bunda bandi bo'lishi mumkin edi. Demak, bu yerda asr so'zi 1 va 2, ya'ni mana bu yerda asr namozi, bunda ham ot 2 omonima shakldoshi asr namozi. Demak, to'g'ri javob A javob to'g'ri. Demak, bunda ham A javob to'g'ri ekan. Xo'sh, davom etamiz va 4-savolga yuzlanamiz. 4-savolda. Xo'sh, bir-biri bilan ma'nodoshlik hosil qila oladigan so'zlar. Bir-biri bilan ma'nodoshlik hosil qila oladigan so'zlar. Ya'ni sinonim. Bu yerda sinonimni so'ralyapti. Sinonim so'ralyapti.
Xo'sh, biz bilamizki, sinonim bir so'z turkumidan o'zaro sinonim bo'ladi. Xo'p, qiyinchilik. Qiyinchilik nima? Ot. Xo'p, og'ir qanday? Sifat. O'z-o'zidan. Ajob chiqib ketadi. B'da fikr nima? Ot. Xayol nima? Ot. Va tafakkurli sifat. O'z-o'zidan B javob ham chiqib ketadi. Demak, davom etadigan bo'lsak, C javob. Termilmoq, fe'l, boqmoq, fe'l va nazar solmoq, fe'l. Uchalasini ham ma'nosi bir xil. Demak, C javobni olib turamiz. Ifor, D javobga o'tamiz. Ifor, ot. Muattar, hid, ya'ni sifat. Demak, to'g'ri javob bu yerda C javob bo'lyapti. Demak, 4-savolni javobi C javob bo'ldi.